Kar odamlarga voy to'xtay boshqatdan ayting. Adashib ketdim. 1 yildan beri ishlayman. Yo'q. 1 yildan beri emas, yarim yildan beri ishlayman. O'sha paytda voy mashalloh dedim. Bora Allohim yo'q to'xtay boshqatdan. Shu savol bermasangiz bo'ladi. Lasqon olib tashlayman. Tugadim savolingiz. O'rganishdim. Shu ofisimiz bo'lsa, yana ham yo'q. Ofisdagi ofis yotibsizlar, ofis bor-ku. Assalomu alaykum, o'zingizni tanishtiring. Assalomu alaykum, ismim Mubina. Iman Ahmedovani 1 va 2 shogirdlik potokida o'qiganman, ham hozir shogird va xodimlarman. Komandada produkt bo'limi kuratorlar nazoratchisiman va hisob-kitobga qarayman. Assalomu alaykum. Men Nazokat Abduvahidovna, Iman Ahmedovnaning shogirdlari ham kuratorlari bo'laman, ularning komandalarida. Komandada men ularning kurslarida kuratorman. Men Zafarjonova Muxloroyim. 18 yoshdaman. Komandadagi eng kichkina ishchiman desam bo'ladi. Komandaning eng kichkina a'zosiman. Bu komandada 2 oydan beri, 2 oydan sal ko'proq bo'ldi. Sotuv operatori bo'lib ishlayman. Men Shamuslimova Umida Ravshanovna, 43 yoshdaman. Bu Iman Ahmedovnaning jamoalariga avvalambor shogird bo'lib kelganman. Undan ham oldin kurslarda o'qiganman. Kursda o'qib turib bildimki, menga ustoz kerak. Kurs o'zini yo'liga ekan, baribir ustoz bo'lish kerak ekan deb, keyin shogirdlikka tushganman. Shogirdlikka tushganimdan keyin bu jamoada birgalashib ishlashni xohlaganman. Ya'ni birinchi kelganim 1 yil oldingi kurs bo'lsa, yozgi kursda kelgan bo'lsam, keyin shogirdlik bo'lgan va mana hozir ayni damda men Iman Ahmedovnaning sotuv bo'lim rahbari bo'lib ishlayman. Assalomu alaykum. Men Iman Ahmedovna adminlari Dilnoza Bekmatovna bo'laman. Komandaga kelganimga 1,5 yil bo'ldi. Men oldin sotuv menejeri bo'lib ishlaganman. O'zimiz kanalimiz bo'lardi, o'shani yurg'izganman. Admin bo'lib yarim yil bo'ldi admin bo'lib ishlayotganimga. Meni ismim Zahra Qudratovna, 19 yoshdaman. Komandada 1 oydan beri kurslarda kuratorlik qilib kelaman. Assalomu alaykum. Men Ahmedovaning administratorlar adminlari Mohira bo'laman. Komandada 1 yil bo'lib qoldi ishlayotganimga. Adminman, asosan konsultatsiyalarni yo'naltiraman. Assalomu alaykum. Men Shahnoza Mirzahitovnaman. Shogirdlik klubi a'zosi va 2-potokda shogirdlik klubini bitirganman. 1 oydan beri kurator bo'lib ishlayman. Assalomu alaykum. Marksova Shevara ismim. Komandada 1 oydan beri ishlayman. Sotuv bo'limida operator bo'lib. Assalomu alaykum. Meni ismim Nilufar. Yoshim 25 da. Bugungi kunda ustoz oldlarida jamoadaman. Komandadaman 1 oydan beri kurator bo'lib ishlayman. Alaykum assalom. Men Ismoilova Bonuxon Qobiljonovna. Komandamiz boshlanganiga hali unaqa katta bo'lmadi. Men bu jamoaga yangi bo'lib kirib keldim. 1 oy bo'ldi, 1 oy muddat bo'ldi. Men komandada bosh operator, admin bo'lib ishlayman. Assalomu alaykum. Men Inagam Bozoda Baxtiyorovna. Xudo xolasa 1,5 yildan beri ishlayapman. Iman Ahmedovna bilan birgalikda. Ularni hozirda Instagramdan keladigan murojaatlarga javob beruvchiman. Komandada ishlash orzusi bo'lganmi? Oldin qanaqa qilib kelib qolgansiz? 2 yil oldin ustozni uchratganimda ekoparkda uchrashganmiz. Ayol qizlarni yig'ganlar seminar bo'lganda, o'shanda ko'rib havas qilganman. Qaniydi shu komandaga qo'shilsam dedim va shogirdlik o'qish jarayonida ham komandalarda bo'lishi juda ham xohlaganman. Shogirdlik tugaganidan keyin qanaqadir ustoz bilan uzoq bo'lib qolayotgandek, kam ko'rayotgandek sog'inish kuchli bo'lgan va taklif berganman. Ustoz, boshqa bir joyda ishlaganimdan ko'ra sizni ilmingizni o'rgandim, sizni xizmatingizda bo'lay deb taklif bildirganimda ustoz xo'p deganlar va o'sha paytda hisob-kitob jarayoniga qaraydigan xodim bo'lib ishga kirganman. Komandada ishlash orzusi, ayniqsa ustozni yonlarida bo'lish, ular bilan doimo birga bo'lish. Bu men duolarimni ijobati deb bilaman. Chunki men birinchi ularni darslarini eshitganimda nima deydi, boshqacha
hissiyot uyg'ongandek bu manda. Shu paytgacha juda ham ko'p psixologlarda to'g'ri o'qiganman, eshitganman, lekin Iymon Ahmedovnaning gaplarida, ularni darslarida, kurslarida men o'zim topganman. Shuning uchun men juda ham xohlardim ularni doimo yonlarida bo'lishga, ular bilan birga ishlashga va duolarimda so'raganim ijobat bo'lgan, alhamdulillah. Komandada ishlash orzusi bo'lgan. Avval ta'lim sohasiga oid komandada ishlaganman-da. O'zim ichimdan xohlardim shu faqat ayollarga ko'proq urg'u berilsa deb. Allohim eshitgan ekan duolarimni. Shu ayollarga ilm ulashadigan, ayollarga foydali, manfaatli bo'ladigan komandaga tushib qoldim, Allohga shukr. Bu yerga kelib qolishim ajoyib bo'lgan. Avvallari ustozni uncha yaxshi tanimasdim, to'g'risi. Meni ustozi Iymon Ahmedovna ekan. Sotuv bo'yicha shunaqa aytganman ularga, aytsam, biz komandaga shunaqa qizlar kerak edi, qidiryotdilar dedi. U ichimda shunaqa qo'rquv bo'lganligi rosa xohlaganman-da. Keyin bo'lsa siz olib boraman degan. Qo'rqaman to'g'risi boshida. Keyin borsam, yo, ustoz yemaydi ekan odamda. Rosa mehribon, qarashlaridan bilinadi-da, qanaqa energiyasi borligi, energiya ulasha olishi, bo'l o'sha yerda, voy Allohim, bo'lim shu komandada qolaman deganman. Komandada ishlash orzusi bu shogird bo'lib tushganimdan keyin sekin-sekin tug'ilishni boshladi. Yana ham ko'proq vaqtimni o'tkazishni xohladim. Ya'ni ko'proq shu komanda bilan birga yurishni xohladim. Ko'proq yana ham olayotgan ilmlarim menga kamlikdek tuyuldi. Man хотела все больше и больше. Ya'ni ko'proq xohlaverdim. Shu bilan Allohga onson baribir hamma narsa niyatga bog'liq-ku. Shu menimcha shu niyatimga yarasha bo'ldi shekilli, komandaga qo'shilib ketib qoldim va komandani bitta bo'lagi hozirgi kunda bir qismi bo'lib faoliyat yurityapman. Albatta orzusi bo'lgan, 1,5 yil bo'lgan bo'lsa, Iymon Ahmedovnani taniganimga oldin o'zi ko'p psixologlarda o'qiganman. O'sha kasalligim orqali kelib qolganman bu sohaga. Kurslarda qatnashib, keyin ilm va daromad ochilgan va yanada yaqin bo'lish uchun shu kursga qatnashib kelib qolganman. Komandada ishlash orzusi bo'lgan. Shogirdlik tugagan paytda ustozdan uzoqlashgim kelmagan. Keyin rosa o'ylaganman, qanaqa komandaga qo'shilsam bo'larkan deb duo qilib so'raganman, o'zlari chaqirganlar keyin. Albatta bo'lgan, chunki biz ham tahajjudga oshiqlar kursini 7-patok o'quvchilarimiz o'qib ilm olib, yo'llarida ular bilan birga ishlash orzusi bo'lgan. Komandada shu birinchi bo'lib, tahajjudga oshiqlar 7-patokning o'quvchisi bo'lib, keyin ilm va daromad ochilgan, unga qo'shilganmiz. O'shanda keyin yana ham birga ishlash niyati kuchaygan, Allohdan duo qilib so'rab, keyin Allohim yetkazgan. Bu komandada ishlash orzusi bo'lgan, juda ham xohlaganman. Men o'zi birinchi bo'lib ustozi Sakinat kurslarida o'qiganimda, keyin jonli uchrashuv bo'lgan va o'shanda birinchi marta ustozni ko'rganimda yonlarida yurgan qizlarni ko'rib juda ham havasim kelgan. Ustoz yonlarida qaniydi bo'lsam edi deb. Keyin Sakinatdan keyin shogirdlik boshlangan, shogirdlikda o'qib tugatdik. Tugatgandan keyin shunaqa ustozni rosa sog'indim. Chunki uchrashuvlarimiz kamaydi уже de ustoz qachon yana shunaqa tez biz uchrashib turamiz degan savollarni ham beruvdim o'zlariga. Keyin o'shanda qaniydi ustoz yonlarida bo'lsam deb rosa xohlagan edim. Keyin siz o'zingiz taklif qilib qo'ygansiz. Bizani o'shasini xabarimiz yo'q, boshqa o'sha paytda rosa Xudodan so'ragan edim. Alloh menga ilm yo'lini ochgin deb. O'shanda shunaqa mo'jiza bo'lgan. Siz chaqirgansiz bizani. Chaqirgandan keyin shunaqa komandada ishlaysiz degan xabar eshitganimdan keyin juda ham xursand bo'lganman. Albatta, komandada ishlash orzusi bo'lgan. Oldin kurslarda qatnashganimda, o'sha kurslarda qatnashayotgan paytimda o'ylaganman, qaniydi men ham ustozni qo'l ostilarida ishlasam deb. Komandada ishlash orzusi bo'lgan. Ustozni ko'p vaqtlari qarasam, komanda bilan bo'lardi, komanda bilan qiziq voqealarni gapirib berardilar darslar davomida. O'shanga menda qiziqish uyg'ongan, qanaqa bo'larkan komandalari degan. Keyin niyat qilganman komandalarida bo'lishi, oldlarida bo'lishi.
keyin aytganlar, so'raganman o'zlaridan qanaqa qilib siz oldingizda turish mumkin desam, o'zi saralanib keladi deganlar. Bo'ldi, saralanish kerak bo'lsa niyat qilganman, oldilaridaman alhamdulillah. Bu orzu menda 2 yil oldin bo'lgan. Aynan Iman Ahmedovnani faoliyatlari bilan o'zim ham kurslarida o'qiganman. Ya'ni transformatsiya kurslarida o'qiganimda, ya'ni chetdan ko'rib, kuzatib yurgan inson sifatida o'sha o'zi boshqa ish faoliyatim bor edi. Lekin bilmadim, o'sha 2 yil mobaynida doimiy emas, o'sha kuzatgan paytimlarimda havas qilardim Iman Ahmedovnani qizlariga, komandasiga, ustozni qizlar bilan chiroyli qilayotgan muomalalariga. O'shanda bir xayol ketgan, niyat ketgan. Shu bilan shu jamoaga kelib qoldim. Ya'ni o'sha paytda kanalga e'lon berishgan paytida tavakkal yozdim. Shartlari qarasam menga to'g'ri kelar ekan. Shu bilan keyin qizlar aloqaga chiqishdi. Jamoamizga keling deb. Keldim jamoaga, qizlar bilan uchrashdim. Shu bilan keyin o'zim jamoaning a'zosi bo'ldim. Juda orzu qilganman, chunki faqat ayol qizlar ishlagani uchun o'sha Iman Ahmedovni taniganimdan beri orzu qilganman. Tahajjudga oshiqlar 7 potokida o'qiganman. Undan keyin ilm va daromad nomli kurslarga qabul ochilgan. Ana shu kurslar orqali Iman Ahmedovna bilan ishlashga muvaffaq bo'ldim. Komandada ishlashi nimasi yoqadi? Komandada ishlashi, ayol qizlarimiz bir-biriga ahil va ustoz hech qaysi bir insonni bitta joyda to'xtab qolishiga qo'ymaylar. Masalan, bu sohani o'rganish bo'ldi, to'xtab qo'ymaylar. Ya'ni keyingi bosqichga lokatsiyalarni kengroq qo'yishga undab turadilar. Mana shunisi juda ham yoqadi va bu yerda zerkarli bo'lgan, bitta joyda qotib qolgan odam ko'p ishlamaydi. Bu joyda sizni eshitishadi. Bu joyda ichingizdan maza qilasiz. Bu joydagi hamma insonni qanaqadir qalbi bir to'lqinda-da. O'sha tomonlama haqiqiy huzurni topasiz-da bu komandada. Ustoz ayniqsa hammani nazoratda juda ham chiroyli ishlaydilar. O'zlari o'rnak bo'ladilar bunga. O'shaning uchun bu komandada ishlash prosta super. Komandada ishlashi men shu aytganda eng kichkinasiman o'rganaman. O'rganish yoqadi ayollardan. Umuman sotuv bo'yicha ham, umuman hayotiy tajribalar hammasini o'rganish yoqadi. То, что мы одна семья, то, что hamma qizlar, hammasi ayollar bu yerda, ya'ni ayollar jamoasidan tarkib topgan komandamiz. Mana shu joyi menga eng qulay, eng yoqqan joyi. Har bitta ayol qiz bir-biriga opa-singildek, ya'ni har birimiz bir-birimizga qo'l berib, qo'limizda ushab, yordam berib ishlayotganimiz yoqadi. Ya'ni hech birimizda bir-birini itarish yo'q, oyog'idan tortish yo'q. Kimdir oqsayaptimi, bo'ldimda qo'limizni beramizda, yur biza bilan deb ahillida, inolida bir-birimizga yordamlashgan holatda ishlayotganimiz mana shu ko'p joylarda yo'q xislat deb bilaman. Mana shu joy menga yoqadi. Komandada ishlashi ayollar bo'lgani uchun kelgan atmosfera juda yaxshi. Ustozga yaqinmiz, har doim yonlaridamiz, bilimlari bilan bo'lishib boradilar. Kelgan qizlarimiz hammasi yaxshi. Komandada ishlashi nima bo'lsa ham ustoz oldilarida bo'lish yoqadi. Urishsalar ham, yomon gapirsalar ham, yaxshi gapirsalar ham, chunki nima urishsalar ham bizga yaxshi bo'lsin deb urishadilar. Chunki yonlarda bo'lganimizda darsdan tashqari ham ko'p narsa o'rganamiz o'zlaridan. Komandada qizlar rostdan ham bir-biri bilan juda ham ahil. Opa-singildek maza qilib ishlaymiz. Birinchi o'rinda atmosfera. Men juda ham xohlardim o'sha har doim o'z ustida ishlaydigan, rivojlanish xohlaydigan insonlar davrasida bo'lsam degan narsani. Hammamizni o'sha bir-birimizni podдержка qilishimizni, bir-birimizni samimiy yaxshi ko'rishimizni, hech qanaqa muhokamalarsiz, g'iybatlarsiz, ya'ni sof holatda, bitta birlashgan holatda bizni haqiqiy bitta komandamizda. Aynan shu muhit, birgalikda bizni bir-birimizni rivojlanish ustida bir-birimizni podдержка qilayotganimizni bu juda ham zo'r. Birinchi o'rinda komandamiz o'zi yoqadi, juda ham ajoyib, ochiq. Yana keyingisi ustozni kelib sotuv bo'limi uchun o'tib beradigan treninglar yoqadi. Komandada ishlashi avvalambor ustoz oldilarida, keyin o'rganayotgan ayollar, o'sayotgan ayollarni orasida bo'lish menga yoqadi. Menga komandani ishlashni, ya'ni qizlar bilan
erkin ishlashimiz yoqadi va komandadan tashqari yana biza aloqa qiladigan faqatgina ayollar jamoasi bilan ishlaymiz. O'shanisi yoqadi. Bu komandada ishlab man juda ko'p narsalarni o'rgandim va bundan tashqari bu komandada ishlash nima uchun yoqadi? Faqat ayol qizlar. Shunisi menga eng yoqqani. Iman Ahmedova bilan birinchi uchrashuvingiz. Iman Ahmedovna bilan ilk uchrashuvim ularni shogirdlarini master-klassida bo'lgan. Ustozimiz kanallarga ularni master-klassini reklamasini tashlaganlar. Har bir kungina qolgan bo'lgan vaqt. Voy, menga joy bormikan, balkim buni bekorga ko'rmadim deganman. Ulardan administrator bilan bog'lansam joy ham bor ekan. Shu bilan menga ruxsat ham tekkan. Borishim kerak bo'lgan ekan, shu taqdirimda yozilgan ekan, borganman. Niyatim ustoz bilan ko'rishish bo'lgan. Shu bilan u joyda massa qilib har xil ayollar networking bo'ldi. Keyin ustoz kirib keldilar. Massa qilib gaplashdik. Oxirida keyin ustoz aytdilarki, siz menda boshqacha taassurot uyg'otdingiz. Men sizni syomkaga taklif qilsam kelasizmi? Natijalaringiz bilan bo'lishasizmi? Sizga o'xshab uyda o'tirgan ayollar ko'p-ku deganlar. Bu narsa menga juda ham yoqib tushgan. Xursand bo'lib uyga borganman. Turmush o'rtog'imdan so'rasam, ruxsat ham tekkan. Ustoz keyin meni syomkalarda kutib olganlar. Juda ham chiroyli syomka bo'lib o'tgan. O'shanda aytganlarki, syomka oxirida men sizni shogirdlikda ham ko'rsam zo'r bo'lar ekan. Juda ham shogird bo'lishga loyiq ayol ekansiz deganlar. Bu meni ichimda yonib yonolmay turgan cho'g' bo'lgan. Chunki men yoshligimdan o'zi juda psixologiya sohasiga qiziqardim. Shu bilan borib birinchi Allohim agar haqiqatda bu gap bekorga eshitmagandirman. Agar haqiqatda menga tegishli bo'lsa, o'zing u yog'ini to'g'rilab qo'yasan-ku deganman. Nima bersang ham roziman deganman. Shu bilan turmush o'rtog'imga aytsam, turmush o'rtog'im mendagi o'zgarishlarni ko'rib, "Sen ham shunaqa dars berging kelyaptimi?" deganlar. Ha, aytsam, "Bo'ldi unda, bozgasi" deganlar-da. Shu hech ham esimdan chiqmaydi. Shu bilan men shogirdlikka kelib qoldim. Ustozni ko'rsatmalari bilan institutga kirdim, alhamdulillah. Hozir endi ham shogirdlikda, ham institutda ham o'qidim, Xudoga shukr. Birinchi uchrashuvim 10-aprel kuni bo'lgan. Shogirdlar bilan zakovat bo'lganda, men borganman. Borib, shu o'zim ustozimga qaralashgani borganman, videolarga olgan. O'sha yerda birinchi ustoz kirib kelyapti. Energiyasi shunday zalga bilindi-da. O'sha paytda voy mashalloh dedim. O'sha vaqtda o'sha qanaqadir ichimda hayajon bo'lgan. Voy, qanaqa odam ekan bu degan. Birinchi ko'rishganim o'sha 1 yil oldin birinchi shogirdlarni bitiruv kechasiga kelganman. Shunda birinchi marta ko'rganman. Unda hali ular haqida bilmasdim. O'shanda ko'rganimda mundoq qarab turdim-da, shu qiz menga kerak ekanlar dedim. Mana o'shanda mashtimda bir narsa, endi bitiruv bo'lyapti, shogirdlar chiqyapti, ular o'zligi natijasini aytyapti-da, men o'tiribman qarabda, oxirgi qatorga o'tirib olganman. Chunki endi birinchi kelishim bo'lganda, qarab o'tiribman, qizlar zo'r natijalarni aytishyapti. Voh, deydiman, молодцы, shunaqa zo'r natijalarga erishibdi qizlar. O'tda keyin Iman Ahmedovna bilan bo'lishilyapti, ular o'zlarini fikrlari, o'sha yerda ham ozgina trening ham bo'lgan. Xullas, shunaqangi zo'r bitiruv kechasi bo'lganda, men o'sha yerdan o'sha aniq maqsad bilan chiqib ketdim-da. Menga aynan shu qiz kerak ekanlar debda. Endi misol yoshimiz, men ulardan yoshim kattaroq bo'lsa ham, lekin men Iman Ahmedovnani prям ustozim deb jon jahdim bilan ushadimki, balki qadriyatimiz to'g'ri kelgani uchundir, bilmadim. Balki ularda qanaqadir bir iskra ko'rganim uchundir, balki og'ir bosiqlik ko'rganim uchundir, bilmayman. No, что-то зацепило-da. Что-то зацепило, и men aytdim, "Vah, shu qiz kerak menga." Всё. Shundan keyin qo'yib yubormadim. Iman Ahmedovna birinchi uchrashuvimiz vebinarda bo'lgan, 1,5 yil oldin. O'sha ilm va daromadda vebinar qilganlar. O'shanda uchrashganman. Birinchi uchrashuv shogirdlikda bo'lgan. Lekin unda unaqa yaxshi gaplasha olmaganmiz, yaqin bo'la olmaganmiz. Birgalikda chetga chiqqanimizdan keyin o'zlari aytganlar, "Men shogirdlikdasiga umuman vнимание qilmagan ekanman" deganlar-da. Bizda shunaqa qiz bormi deb kulganlar. Keyin o'sha yerda yaqindan tanishib, yaqin bo'lib ketganmiz. Iman Ahmedovna bilan birinchi uchrashuvimiz bepul vebinar bo'lgan. Shu bepul vebinar uyushtirganlarida borganman.
ularni ko'rib shu ayollarga berayotgan bilimlari, ko'rsatayotgan yo'llari, o'zlarini ilmlari mani judayam qoyil qoldirgan. Iman Ahmedova bilan birinchi uchrashuvingiz? Birinchi uchrashuvim Sakinatda bitirganimda, o'shanda jonli uchrashuv bo'lgan. Juda ham hayajonli bo'lgan. O'sha paytda o'zi menda o'sha aytganimdek ularni yonlarida bo'lish orzuyim bo'lgan. Iman Ahmedova bilan birinchi uchrashuvingiz? Birinchi uchrashuvim 3-kuni ish boshlaganimda bo'lgan. Sotuv bo'limi bilan majlisga kelganlar. O'shanda birinchi marta ko'rganman. Birinchi uchrashuvim birinchi shogirdlikni bitiruvida bo'lgan. Men oldi qatorga taklif qilganlar, onam bilan borganman. O'sha yerda har bitta shogirdlarini chiqqanini ko'rib, men yig'lab o'tirganman. Keyin diplom berayotganlarida sertifikat keyingisida men bo'laman deb niyat qilganman. Keyin ikkinchi shogirdlikda o'qidim. Iman Ahmedovna bilan birinchi uchrashuvim bu o'zimizni ofisimizda, markazda bo'lib o'tdi. Ya'ni men u insonni oldindan o'sha videolarini, darsliklarini eshitib turgan inson sifatida xuddi bir o'zimni komandamga, ya'ni jamoamda o'zimni yaqin tanishim, avvaldan ko'rib yurgan, ya'ni safarga ketgan singlimni qabul qilgandek bo'ldim. Iman Ahmedovna bilan birinchi marotaba ko'rishganim bu ilm va daromad kursimizda birinchi marta offlayn darsimiz bo'lgan. Ana o'shanda ko'rishganman Husmada ular bilan. Umuman taassurotlarim juda zo'r bo'lgan. Ya'ni ularni ayollik energiyalari, ularni o'zlarini tutishlari menga juda yoqqan. Ular orqali juda ko'p narsa o'rganganman shu paytgacha. Iman Ahmedovnadan komandada ishlab nimalarni o'rgandingiz? Komandada ishlab ustoz juda ham ko'p gapiradilar, farosatli bo'linglar, farosatlilarni ishlatinglar deb. Aynan shu narsani o'rgandim, farosatni. Jaloliddin Rumiyning bitta gaplari bor-ku, ko'rlarni bozoriga borib oyna sotmagin, karlarni bozoriga borib g'azal etmagin deb ustozam agar o'sha inson hali tayyor bo'lmasa o'sha narsaga tavsiya berib o'tirmanglar, bitta aytalla bo'ldi, tushunsangiz tushundingiz, tushunmasangiz yo'qda. Bu narsa komandada hammaga qo'llanglar va shuni orqasidan juda ham ko'p o'zi bilib qilishni o'rganishdi qizlar. Men ustozdan eng avvalo niyati to'g'ri qilishni o'rgandim. Keyin juda ham halol insonlar, to'g'ri so'z insonlar, halollikka o'rgandim. Keyin ayol kishi nihoyatda o'ziga ishonchi bo'lish kerak ekan. Ustozligiga ishonchi ko'rib, men shu narsani o'zimga ibrat qilib oldim va kam gapirishni o'rgandim. Iman Ahmedovnadan komandada ishlab nimani o'rgandingiz? Kam gapirishni o'rgandim. O'ylab gapirishni o'rgandim. Komandada ishlab bitta oila bo'lib ishlash tajribam bo'ldi. Keyin bir-birimizga yordam berish kerak. Har doim hamma yoqda bir-birimizga qo'l uzatib birgalikda ishlashni o'rgandim. Eng kerakligi men uchun juda ham kerakligi disiplinani o'rgandim. Komandada ishlab nimani o'rgandingiz? Komandada ishlab birinchi o'rinda halollik, ikkinchi o'rinda niyati to'g'ri qilish, keyin shu farosat, ayollik energiyasi, juda ko'p narsani o'rgandim. Komandada ishlab eng ko'pi mas'uliyatli bo'lishni o'rgandim. Chunki baribir kuratorlikda o'quvchilar ko'p bo'ladi, mas'uliyatli bo'lishimiz kerak, hamma savollarga javob berishimiz kerak. Tartib bilan mas'uliyatli bo'lishni o'rgandim. Birinchi uchrashuvda halollikni o'rgandim. Rostdan ham halollikni o'rgandim. Oldin to'g'ri bo'ladi-yu, har xil vaziyatlarda melish narsalar ham ahamiyat bermasdim-da. Kimdir haqqi qolib ketish degan narsa, katta narsa tushunardim men. Lekin shuni o'rgandim, hattoki shu 10 so'm, 1 so'm bo'lmasam kichkina melish narsalar ham birovni haqqiga kirar ekan. Juda ham ko'p narsani o'rgandim. Birinchi o'rinda gruppa bilan ishlash, ya'ni mas'uliyatlilik. Managa eng turtki bo'lgan narsa bu komandada mana shu o'zimni soham bo'yicha, ya'ni o'sha blog yuritish bo'yicha menda motivatsiya yetarli emas edi. Ya'ni o'zimga nisbatan ishonchim yetarli bo'lmayapti-da. Lekin o'sha kuratorlik jarayonida, ishlash jarayonida shu narsani tushunib yetdimki, demak, psixologiya ayollarga kerak ekan, yordam berish kerak ekan, chunki og'riqlar bor, boshqa. Shu narsani his qildimki, ustoz bekordan bekor boshlaylar, bekordan bekor qilinglar degan narsani aytmayotgan ekanlar. Ya'ni o'sha mas'uliyatni qo'lga olish
o'rgandim. Iman Ahmedovnaning komandalarida ishlab, birinchi o'rinda hamma narsada musaffolik, ya'ni halolligi bo'lishini o'rgandim va bosiq bo'lishni o'rgandim. Komandada ishlab, yana ham ayollar bir-birini to'ldirishini, qanchalik mazzaligini tushundim. Men pul uchun yoki boshqa emas, prosta maza bor, qanaqadir tushuntirib bera olmayman. O'sha mazasi menga yoqdi. Iman Ahmedovnani komandalarida boya aytganimdek unaqa ko'p muddat bo'lmadi ishimni boshlaganimga. Iman Ahmedovnada ya'ni bir-biriga qizlarni ahilligi yoqdi va ustozni ya'ni nazoratlari yoqdi. Chunki ustozni o'zlari ham bizani o'zimizga tashab qo'ymaydilar hamma narsani, kelib o'zlari biza bilan ham qiladigan savol-javoblari, nazoratlari yoqdi. Komandada ishlab nimani o'rgandingiz? Bu komandada ishlab birinchi navbatda halollik bo'lishi, ya'ni halollik bo'lgan joyda baraka bo'lishini o'rgandim. Iman Ahmedovnani eng ko'p qaysi fazilatlarini o'zingizda shakllantirishni xohlardingiz? Ustozi liderlik qobiliyatlarini shakllantirish juda ham xohlardim. Komandada hammaga bir xilla, masalan, shunaqa ish jarayonida xatolar bo'ladigan bo'lsa, ustoz adolat bilan ish yuritadilar har doim va qanaqa gapirishi, qayerda o'zini tutishi o'rgatadilar va farosat haqida juda ham ko'p gapiradilar. Ayol kishiga ilm, farosat, hidoyat kerak. Mana shu 3 ta narsa jamlansa, jamiyatda ham o'zi o'rnini topadi. Ustozi juda ham og'ir bosiqliklari, muloyimliklari, har bir javobni o'ylab turib, chiroyli hamma tomonlama o'ylab tafakkurlar juda kengligi menga yoqadi. Shu tafakkurlarni o'zlashtirib olgim keladi. Ko'p fazilatlari. Ko'p fazilat deganda men hozir sanasam bu juda ham ko'p fazilat. Aynan mana har bir uchrashuvimiz bo'ladi-ku, treninglarmi, yig'ilishlarmi yoki bizani urush berish uchun yig'ilamiz-da. Har bitta yig'ilishimizda восхищение bilan qarab turaman-da. Ana takaya молодец deyman. Ana takaya молодец, takaya umnichka deb qarayman. Ustozga o'xshashni juda xohlayman. Og'ir bosiqli, muloyim, har doim muammolarga juda anaqa yon bosadilar-da, muloyimlik bilan. Odamlarni chiroyli tushuntirib, odamlarni eshitishi bilanlar-da. O'sha xislatlari yoqadi. Keyin bosh egimaslik degan narsa bor deyman-da. O'sha narsani juda hurmat qilaman. Ulardan havas qilaman shu narsani. Shu narsani olgan bo'lardim, o'zimda shakllantirgan bo'lardim. Eng ko'p samimiyliklarini sekin tushuntirib berishlarini, tushuntirib yetkazib berishlarini shakllantirgan bo'lardim. Doimiy ravishda faqat oldinga qarab intilishlari, tavakkal qilib, doimo liderlik xususiyati bo'ladi-ku, qo'rqmasdan qadam bosish. Shu narsani o'zlarida ham ko'p ko'rganman. Shu narsani hozir bizga ham o'rgatyaptilar. Shu narsani men juda ham hurmat qilaman. Iman Ahmedovnani birinchi o'rinda ayol kishi aslida o'zini qanaqa tutish kerakligini va liderlik qobiliyatlarini. Ustoziga rosa o'xshashga harakat qilganimda hech ham o'xshamaganman. Lekin shu o'rgatganlari, men buni qil deganlariga amal qilganimda ko'pchilik ustozni shogirdlari o'xshab ketarkansizlar degan ko'p anaqa bo'ldi. O'sha ustozni aytganlarini qilib ulardagi shu ilmga havasim keladi. Qaysi fazilatlari? Insonlarni eshitishi. Komandada ishlash jarayonida qanaqa xatolar qilgansiz? Ishlash jarayonida ikkita kursi progress ketayotganida u kursi bu kursga, bu kursi u kursga qilganman. Ya'ni ko'k choynakka oq degandek qilganman. Keyin ustoz ya'ni bu noto'g'riligini, ya'ni unisini bunga, bunisini bunga emas, balkim akkuratlik qilish kerakligini, har bitta narsani o'zini o'rni borligini tushuntirib o'tganlar. Juda ham ko'p xato qilganman. Juda ham ko'p xatolarim, endi ularni bittadan sanamayman-ku. Endi ish bor joyda kamchilik bo'ladi. Ish yo'q joyda xato bo'lmaydi. Po faktu. Ko'p xato qilganman. Ko'p gap eshitganman. Deylik, men shu sohaga kirib kelganimda Iman Ahmedovnaning jamoasini har bitta bo'limida ishlagim kelgan. То есть hamma yoqqa burnimni tiqib chiqaverganman. Хотя это физически mumkin emas narsa bo'lsa ham, kuratorlik sohasida ham o'zimni sinab ko'rdim.
ustoz menga shans berdilar. To'g'ri, qiyin bo'ldi, boshida juda ham qiyin bo'ldi, lekin o'ylaymanki epladim. Ishonchlarini oqloldim deb o'ylayman. Keyin sotuv bo'limiga ham bitta boshimni tiqdim, bitta kuratorlikka ham tiqdim. Xullas, hamma yoqqa suqilib chiqdim-da, tiqilib chiqaverdim. O'shanga yarasha gap ham eshitdim, tajriba ham oldim. Afsus qilmayman, yaradi. Ish jarayonida xato qilganman. Boshida admin bo'lib ishlaganimda juda katta xato qilganman. Lekin o'sha yerda to'g'ri tushuntirganlar, niyatingiz nima bo'lgan? Chunki halol bor joyda, niyat to'g'ri bo'lgan joyda xatolik bo'lmaydi-da. O'sha narsani tushuntirib berganlar. Xatolar bo'ldi. Qo'rquvlar bo'ldi. Bir kun gruppada yozyaptilar. Sizlar juda ham aqlli bo'lib ketyapsizlarmi deb yozyaptilar-da. Keyin endi yurak o'sha urib ketyapti. Nima deb javob berish kerak? Endi qatta xato qilib qo'ydik. Nima? Endi hozir gruppani ochib yozsak, hozir nima deb javob beramiz degan narsa bo'ldi. Keyin o'shandan keyin ustoz biron bir xatolik qilib qo'ydikmi deb endi yurak yutib yozdim. Keyin o'zi aslida o'sha yerda hazillashib qilgan ekanlar. Keyin nega unaqa gruppaga o'qimayapsizlar degan ko'rinishda shunaqa o'sha yozdilar. Keyin bilsak, u narsa hazil ekan. Xatoliklar bo'ldi deb o'ylayman, chunki kuratorlik jarayonida baribir mas'uliyatli ish bo'ldi. O'shanda endi xatoliklar baribir ish bor joyda bo'ladi. Javob berdilar. Bunaqa holatda ham samimiylik bilan chiroyli tushuntirgan holatda javob berdilar. Ish jarayonida xato qildim va o'sha xatolarim yana ham ishim ustasi bo'lishimga sababchi bo'lyapti. Ustoz qanaqa qilib javob qaytardilar? Ustoz menga qanaqa javob qaytardilar? To'g'ri tushuntirdilar. Qilganman. Boshida yangi qo'shilgan paytim albatta bo'lgan. Qanaqa javob qo'yganlar? Murojaatlarga noto'g'ri javob berib qo'ygan vaqtim bo'lgan. Qanaqa tushuntirganlar? Oddiy, sodda, to'g'ri tushuntirganlar, hech qanaqa yomon gaplar bo'lmagan, ya'ni oddiy sodda qilib tushuntirganlar. Komanda uchun nima yangiliklar qilishga tayyorsiz? Komanda uchun men juda ham xohlayman bu ustozi jamoalari, ustozi ish faoliyatlari nafaqat O'zbekistonda, balkim chet davlatlarga chiqishini xohlayman. Komanda uchun meni o'zi amaliy biznes psixologlik yo'nalishim bor, diplomda o'sha yo'nalish bo'yicha oldim. Shundan kelib chiqqan holda shu komandada ayollarni hammaligini o'zligiga ishonchligini oshirish uchun, ularni doimo zo'r kayfiyatda ishlashligi uchun, aynan shu ayollar bir oqimda maza qilib suza olishligi uchun men shu o'zim sohamdan kelib chiqib treninglar o'tgan bo'lardim. Komanda uchun xudo xohlasa shu sotuv bo'limida o'zimni bilimlarimni oshirib, keyinchalik ham shu sohada, shu ustozni komandasida sotuv bo'limida ishlashni niyat qilib turibman, xudo xohlasa. Komanda uchun nima yangilik qilgan bo'lardingiz yanada? Yangilik. Shuncha kattalarga qanaqa yangilik qilaman? Shu o'zim o'rganayotganlarimni qizlarga ko'proq ulashishni, o'rgatishni xohlardim. Shu dugona sifatida, bunaqa yaqin insoni bo'lib o'rgatishni xohlardim. Hozir misol ayni damda olib ketayotgan yo'nalishimiz desam ham bo'ladi-ku, biz bitta komandamiz-ku. Yaxshi ketyapmiz deb o'ylayman. Ko'p ayollar manfaatli bo'lyapti, ko'p. Tim bo'la hozir mana sotuv bo'lim rahbariman, o'tda ayollarning odzivlarini eshitaman. Voy deyman, malatsi, shunaqa zo'r ish qilyaptilar. Qancha ayol qizlarga ko'zini ochishga, qilgan xatosini qilmaslikka shans beryaptilar. Xohlardimki, mana shu ofislarni har bitta viloyatlarda, ya'ni O'zbekistonimiz qanday katta, ko'p viloyatlarda balki yetib bormagan bo'lishi ham mumkin-da. Faqat Toshkentda emas, har bitta viloyatda sotuv ofislari qilib, aynan mana shu jamoani ularni ham bir bo'lagiga bo'lish uchun imkoniyatlar yaratib berishni balki taklif bergan bo'lardim. Komanda uchun yanada rivojlanish uchun offline darslar bo'lsa yoki bo'lmasam yana qanaqadir offline uchrashuvlarga masalan o'zim hissam qo'shgan bo'lardim.
yanada ayollarga yordam berish uchun? Komanda uchun kuratorlikni yanada kengaytirib, yanada ko'proq ayol qizlarga rivojlanishiga sabab bo'lishi xohladim. Komandaga hozir ofislarimiz bor. Ana o'sha ofislarimizni yana ham kattalashtirib, yana ham chiroyli qilib, shu komandamiz qizlariga maza qilib ishlashida nimadir hissa qo'shish inshaalloh. Avvalambor biz o'z ustimizda ishlab, yana keyingi katta o'sha proyektlarda ustoz yonlarida bo'lib, kengroq auditoriyaga ayol qizlarni o'sha og'riqlariga yechim berishda ustoz bilan yonma-yon bo'lishni xohlardim. Eng birinchi o'rinda ularni ishonchlarini oqlagan holatda, chunki men ustozni yillar davomida juda ham uzoq qidirdim. Chunki qadriyatimga mos ustozni juda ham Xudodan so'rab, boshqa qilib va alhamdulillah men bu narsaga erishdim. O'shaning uchun qadriyatimga mos ustozimni topdim. O'shaning uchun ularni etiklaridan mahkam ushlab, qo'yib yubormaslikka harakat qilib, agar qo'limdan kelsa, imkoni o'sha aql nimam, tafakkurim agar nima bo'lsa, yetsa, men to'g'risi komandaga juda ham hissam qo'shishni juda ham xohlayman. Ya'ni yonlarida o'sha kuratorlik bo'lib, kengroq o'sha ayollarga yordam berish orqali o'sha ustozni o'sha hozir boshlagan missiyalari yonida o'sha qanaqa mas'uliyat hozir bo'ynlariga olganlar, shu narsada yonlarida yurib, nima bizga o'sha xizmat beradigan bo'lsalar, shu narsada qo'limdan kelgancha yonlarida bo'lishni xohlardim. Komandamizda qanaqa yengillik bo'lsa ham hamma yengillikka tayyorman. O'zimdan nima qo'shgan bo'lardim? Komandani yanada kengaytirish uchun hissamni qo'shgan bo'lardim. Komanda juda ham zo'r. Hammaligi zo'r. Ustozim men yana ham o'zim ustimda ishlab, bundan ham ustozga nima desa bo'ladi, yomon gap keltirmaydigan, yana ham komanda bilan ahil bo'lardim. Ahil bo'lishga harakat qilaman, o'zim ustimda ishlashga harakat qilaman. Man komandamizga nima yengillik kiritishni aytadigan bo'lsam, bizni komandamiz yangi, hali jamoamiz yangi. Bu komandadagi komanda uchun men nima qila olardim? Ya'ni yangi, ya'ni izdoshimiz bo'layotgan, kelayotgan qizlarni, ya'ni o'qitishni xohlardim-da, chunki biz mana babirga ham ekran orqasida gapiramiz, har bitta ayollar bilan biz savol javob qilamiz, lekin uni ham o'zini o'quv texnikalari bor. U ayollar bilan savol javob qiladigan, ya'ni o'sha operator qizlarni ilmini, ya'ni ularni bo'ladigan, qanaqa tushuntira olsam, ularni ham o'zini savol javobi bor. Ya'ni mas'uliyatini, ularga keraklik ilmni, ya'ni ular ham bu sohaga yangi kirib qolgan qizlar bo'ladi, oldin ishlagan qizlar bo'ladi. Aynan bu narsani ilmini o'rgatishni xohlardim komanda uchun. Hozirgi paytda bu komanda uchun birinchi navbatda kengaytirish va bundan tashqari offlayn kurslarni ham tashkillashtirgan bo'lardim.